Bugungi videoda sizlar bilan massajli kreslo yordamida stressni qanaqa qilib ketkizish imkoni bormi yoki qanaqa yo'llar borligini bittama-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda massajli kreslo o'zi qanaqa foyda beradi stressni ketkazishga. Undagi maxsus roliklari, undagi maxsus podushkalari massaj qilgan payt muskullarni yumshatib, bemalol qon aylanishini yaxshilashga yordam berganligi uchun ham, bundan tashqari massajli kreslo roliklari tepaga pastga tushib chiqqan muskullar orasidagi nervlarga ta'sir o'tkazish yordamida, bundan tashqari o'zining maxsus rejimlar orqali massajli kresloda odam dam olgan paytda stress ancha kamayadi. Endi punktualni kiradigan bo'lsak, massajli kresloda biladigan bo'lsanglar, yelka qismida, qo'l qismida hamda oyoq qismida o'zining maxsus podushkalari bo'ladi. Mana shu podushkalar muskullarni qattiq qisganda teri ostidagi nervlari, limfa qon tomir, umumiy qon tomirlar, bundan tashqari muskullarning o'zi va payda ham qisqarib kengayishni hisobiga ancha bo'shashadi, erkinlik bo'ladi. Bundan tashqari roliklari yurgan payti odamning tanasiga yoqimli his beradi. O'sha payt odamning ichki bezlaridan ishlab chiqadigan endorfin degan gormon kayfiyatni ko'taradi. Endorfin degan gormon adrenalinga o'xshash gormon bo'lib, bir-biriga qarama-qarshi yuradi. Ya'ni stress qanchalik ko'tarilsa, ya'ni kortizol ko'paysa, endorfin pastga tushadi. Odam bo'shashganda, qon yaxshi aylanganda, muskullarga kislorod yaxshi yetib borgandan keyin endorfin ko'tarilib, kortizol pastga tushadi. Melatoninga o'xshagan, uyquni chaqiradigan, kayfiyatni ko'taradigan, odamni bo'shashtiradigan gormon hisoblanadi. Bundan keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, massajli kreslo roliklari odamni massaj qilgan paytida, bundan tashqari ham gravitatsiyasini yotqizib qo'ygan paytinglarda odam umur pog'onasi umumiy bo'shashadi. Shu bo'shashishning hisobiga ham qon yaxshi aylanadi. Qon yaxshi aylangandan keyin miya hujayralariga kislorod yaxshi yetib borish natijasida odam o'zini ancha yengil his qiladi. Shu sababli massajli kreslo stressni ketkazishga ancha foyda beradi. Endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, qancha massajli kresloda massaj oladigan bo'lsa, odam stresslari ketadi deydigan bo'lsak, 10-15 daqiqa massajli kresloda massaj oladigan bo'lsanglar, stress yengil, ya'ni ozmuncha ketadi. 20-30 daqiqacha olib chiqadigan bo'lsanglar, odam ancha relaks oladi, bo'shashadi. Massajni 30-40 daqiqadan ortiqroq oladigan bo'lsanglar, ya'ni 1 soatgacha massajli kresloda dam olib massaj oladigan bo'lsanglar, umumiy tiklanish bo'ladi. Muskuldan tortib, nerv tolasigacha odam yengil bo'shashib massaj oladi. Bu mashhur manual terapevtlar tomonidan test qilingan, sinovdan o'tgan punkt hisoblanadi. Endi keyingi bosqich kimlar uchun tavsiya qilinmaydi massajli kreslo. Massajli kreslo kimlar uchun tavsiya qilinmaydidan tashqari, eslab o'tmoqchimiz, massajli kreslo sizni ko'chadagi muammolaringizni hal qilib bermaydi. Depressiyaga tushib qolgan bo'lsangiz, depressiyadan chiqarib beradi. Bu shunchaki ishda, o'qishda yoki bo'lmasa kundalik qanaqadir charchoqlarni, stresslarni chiqarishga yordam beradigan shunchaki bir sababchi vosita hisoblanadi. Homilador ayollarga, 1-3 trimestrdagi bo'lgan homilador ayollarga, keyin odamning davleniyasi chiqib turgan payt, ya'ni qon bosimi ko'tarilib turgan payt shug'ullanish tavsiya etilmaydi. Undan keyin bemalol massajli kresloda bemalol massaj olib, foydalanib ishlatsanglar bo'laveradi. Sizlarga ham shunaqa sifatli massajli kreslo kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa ham mutaxassislar bilan, ekspertlar bilan bemalol showroom kelib konsultatsiya olmoqchi bo'lsanglar, pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma berishingiz mumkin yoki mutaxassis bilan maslahatlashib, Nurafshon ko'chada joylashgan showroomimizga kelib, o'zingiz foydalanib ko'rib, xarid qilib olib ketsanglar bo'laveradi.